qanday qilib naqd pulga uy sotib oladi? Hayronman. Balki uni eri Jayangchang unga pul o'tkazgandir. Mumkin emas. Unda pul yo'q. 800 ming yuan yig'olmaydi. Bu aniq eri emas. U hatto dasturda nima bo'layotganini ham bilmaydi. Bu esa Shen xonimning oilasi biz o'ylagandek kambag'al emasligini anglatadi. Jishi, pulni ota-onangiz o'tkazishdimi? Ha, oyim o'tkazdi. Unday bo'lsa, bu atiga 800 ming yuan. Bizning katta kottej oldida go'yo fil bilan pashshadek gap. Buning hech qanday ajablanarli joyi yo'q. Savdo bo'lmamizda har kuni minglab qimmat uylar sotiladi. Va bu eng arzonlardan biri xolos. Uy eski bo'lsa ham, kichkina bo'lsa ham, agar erim bilan u yerda yashay olsam baxtli bo'laman. Yangi uyni chiroyli va shinam qilaman. Bu kichkina uy bunchalik xavotirlanishga arzimaydi. Direktor, Nega pul o'tmayapti? tizim Pul o'tkazilishga cheklovmi? Shen xonim uchun pul o'tkazishga cheklov o'rnatilganini ko'rsatyapti. Qanaqasi? Menda pulni o'tkazishga cheklov bormi? Bu qanday bo'lishi mumkin? Bu pullar noqonuniy bo'lgani uchun emasmikan mabodo? Yo'q, unday emas. Shen xonim uchun uy uchun pul o'tkazishga cheklov bilan bog'liq. Bu nima degani?